Keling, bugun sizlar bilan Fukok haqida gaplashamiz. Vyetnamning orol shahri Fukok moviy suvlari, toza havosi va shovqinlardan uzoqdaligi bilan ajralib turadi. Shu sokinlik orasida esa sayyohlarni maftun qiladigan bir qancha manzillar bor. Starfish Beach oppoq qum, tiniq suv va qizil dengiz yulduzlari bilan mashhur sokin plyaj. Phon Tom Cable Car yuqoridan butun orolning rangli panoramasini ko'rsatadigan dunyodagi eng uzun kanat yo'l. Twin Pearl Safari hayvonlar erkin harakatlanadigan katta hududga ega safari park. Night Market vyetnamona muhit, yangi dengiz mahsulotlari va esdalik sovg'alari yig'ilgan jonli bozor. Sayohat davomida o'zbekona ta'm sizni aslo tark etmaydi. Piyola choyxonasida issiq non, palov, shashlik, somsa bari mujassam. Fukok orolining ikki tomoni bir-biridan go'zal. Kun davomida siz Pearl Farm mashhur marvarid fermasiga tashrif buyurib, marvarid yetishtirilishini ko'rishingiz va hattoki yaqinlaringiz uchun suvenirlar xarid qilishingiz mumkin. Kechga yaqin Sunset Town shaharchasidagi Sangrop tomonidan qurilgan kichik Italiya shaharchasi rang-barang binolari, romantik ko'chalari va Instagram uchun juda mos manzaralari bilan tanishasiz. Agar sizni boshqa shaharlar, orollar, sayohat manzillari qiziqtirsa, bizni Instagram sahifamizdan topasiz. Eng qulay tur paketlari, yangi yo'nalishlar va chegirmalarni o'tkazib yubormaslik uchun Dodo Tour Telegram kanaliga obuna bo'ling.